Assalomu alaykum xaridorlar. YouTube'da bizani kuzatib boradig'inchilar, ishqilib hammaga salom. 20-iyun bugun bu mashinalarimizni ko'rsatib, obzorlatib o'tamiz. 25 Style Cobalt'imiz sho'z purab ketadi. 165 million. Birinchi nomerlarini olib beramiz. Baholar Cobalt'da sal ko'tarildi lekin. 15-yil 17 ming yurgan metallari bor, kraskasi yo'q. Cobalt'imiz bahası dım bo'lishi 110 million. Barter nasiya ham mavjud bor. 2022-yil kraskalari yo'q, 5 ming yurgan mashinamiz 152 million bo'lishi. 2018-yil Gentra kraskalari yo'q, birinchi pozitsiya, metan bo'sh balonlari bor. 140 ming yurgan 110 million bo'lishi, dim bo'lishi. 2023-yil qora svet, bo'sh balon, metan 37 ming yurgan avtomat mashinamiz bo'lishi 150 million. 2023-yil 24 ta salondan olingan ABS magnitofon eng full ish qilib 2000 probegi 2000. Bahası 195 million bo'lishi. 2022-yilda ishlab chiqarilgan Spark'imiz avtomat, choko svet, bo'sh balonlar, tonirovka ruxsatlari bu 6 oy. Mashinada kraska yo'q, chexol, pultlar ham mavjud tayyor. Dim bo'lishi 127 million. 2018-yil avtomat Spark'imiz 115 ming yurgan, bir krelanda kraskasi bor, metan, chexollari bor. Bahası 97 million dim bo'lishi. 2012-yil Spark 120 ming yurgan, 3 krelanda kraskasi bor, metallari, ana 13 diska bo'sh balonlari bor. Dim bo'lishi 66 million. Keyin 2024-yil 12'simiz 4 ming yurt tutdi. Bahası 190 million gelişib beramiz. Hali yuvilmadi, buni yuvib isbot etmedik. 4 ming yurgan 24-yilda olingan. Kraskalari yo'q. Red line xili. Keyingi mashinamiz Damas. 2025-yilda ishlab chiqarilgan, probegi 0, 100 milliona birinchi nomerlarini olib beramiz. Damas 2023-yil 5 ming yurgan, polni shumka, metan, bo'sh balon, chexol ham mavjud bor, kraskalar radnoy. 95 million bo'lishi. Bu mashinamiz sotilgan, zalog olingan. Keyingi Cobalt'imiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan, 36 ming yurgan, metana, chexollari, bo'sh ercha balonlarına donbayna mashindan. Tayyor mashin, doğru, haydab ketiladi. Xohlasangiz 15 million bilan kredit ham chiqarsa bo'ladi, hamma ishingiz bitadi. Bahası 155 million. Spark 2020-yil 87 ming yurgan, kraskalar radnoy, pul, metan, chexol ham mavjud bor. Buni bo'lishi 95 million dim bo'lishi. Keyin toza ayımında yana bir az mashina olib qoldik. 2025-yilda ishlab chiqarilgan, 4 ming yurgan Midnight bo'sh balon, eshitinglar birinchidan. Polni shumka, tonirovka ruxsati bor, 11 oy. 1 oy bo'lgan hali. Jasur ochib bermini? Chexol. Yana nima bor? Shu metan set ham mavjud bor mashina, tayyor. İşlerini ko'rsatadingmi? Ha, probegini ham ko'rsat. Tonirovka ruxsat, metan, bo'sh balon. Şoför gerek buna. Dim. Haydam aka. Bahası 174 million. Keyin Gentra 22-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalar radnoy, eng full avtomat, polni shumka bo'lgan, 909 pultlari, Malibu bar, rul original vazda qo'yilgan, eng mavjudlar, zo'rindan. Original vazda qo'yilgan shu. Buni bahası 178 million. Keyin Cobalt 2021-yil bo'sh balon, metan, chexol ham mavjud bor. Bahası 145 million. Kime gerek olsa gelerse yak haftada kütəbiz. Naq Barter Liboy'undan bor, nasiya savdan bor, yarım pulunu bersə, ikilemçi Barter Liboy DO Chevrolet maşinlarını hesablab olaveramiz. Yak haftada kütəmiz, geleverəsizlər.